300 mingga, 500 mingga, 1 millionga, 1,5 millionga qalin, zo'r, sifatli Samarqand gilamlarini olishni xohlasizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Biz o'zimizning kanalimizda juda ham bir neobichniy sotish uslubini qilganmiz. Sizlardan ugina, bizdan bugina degan sotuv texnikasi. O'zim o'ylab topganmanza ham bo'laveradi. Xullas, hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rsalaring nima haqida gap ketayotganini bilib olasizlar. Videoni boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsalaring, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Hozircha aktiv emas. Bu texnikamiz unchalik ishlamayotgan bo'lishi mumkin, lekin sizlarning qo'llab-quvvatlashlaring asosida xudo xolasa juda ham sifatli qalin gilamlarni arzon narxlarda sotishda davom etamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa video manfaatli bo'ladi. Bu videoda yaqinlaringga tarqatib qo'ysalaring, iloji boricha gilamlarning narxini tushishiga sababchi bo'lasizlar. Ana bo'lsam videoni boshladik. Ketdi. Hurmatli obunachilar, har doim mijozlarim mendan videoda boshida narxini aytishni iltimos qilishardi. Endi bu videoda har doim bundan keyin videoda boshida narxini aytib o'tamiz. Sizlarga shu tarafi qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta shu tarafidan boshlaymiz. Talab va istaklarga binoan. Gilamimiz qalinligini bitta ko'rishlaring mumkin. Bu gilamimizni 1 kvadrat metrini bizdan atiga 50 ming so'mdan xarid qilsalaring bo'ladi. Gilamimiz razmeri 3 ga 6 metr bo'lyapti. 18 kvadrat, ya'ni gilamimizning umumiy qiymatini 900 ming so'mga xarid qilsalaring bo'ladi. Ana endi sizlarga sifatini tushuntirib o'tsam bo'ladimi? Sizlardan so'rab ish qilamiz bundan keyin. Xo'p, zavodida ishlab chiqarilgan Aristokrat nomli gilam. Nakleykasi bu tarafda qolib ketibdi. Holatini ko'rishlaring mumkin. Baxmaldan-da chiroyli gilam. Bunaqasini qayerdan topasizlar? Faqat bizdan topasizlar. Shuning uchun mana zavodida ishlab chiqarilgan Aristokrat nomli gilam lubbo joydan narxini solishtirib qo'yinglar. Zavodda ham bundan qimmatroq narxda sotiladi. Men sizlarga shunaqa gilamlarni tavsiya qilyapman. Bu gilam hech qanaqa bu gilam emas, original, ishlatilmagan, yangi bo'lib turgan toza Samarqand gilam. 1 kvadrat 50 ming so'mdan umumiy qiymati 900 ming so'm bo'ladi. Ko'pchilikda shubha gumon paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Nimaga narxi bunchalik arzon? Birak gilammi? Hech qanaqa birak gilam emas. Hozir men sizlarga bu gilam nimaga bunchalik arzonligini tushuntirib beraman. Videoni o'tkazib yubormanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsalaring, albatta obuna tugmachasini va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Va albatta videomizni eng qiziq joyiga ham yetib keldik. Nimaga bu gilamning narxi bu darajada arzon? Endi sizlarga tushuntirib o'taman. Videoda boshida aytib o'tgandek, sizlardan ugina, bizdan bugina. Bu videoga har bitta bosilgan like uchun gilamimizning narxi 1000 so'mdan, har bitta bosilgan obuna tugmasi uchun gilamimizning narxi 4000 so'mdan. Ya'ni bir kishi bitta like, bitta podpiska bosadigan bo'lsa, gilamimizning narxi 5000 so'mdan arzonlaydi. Gilamning asli narxi 2,5 million so'm. Aytadi, go'sht O'zbekistondagi asli narxi 250 ming so'm deydi. Xuddi shunaqa gilamimizning asl narxi 2,5 million so'm. O'zi shu pulga ham arzon, hisoblab ko'ringlar. 3 ga 6 qalin gilamning narxlarini boshqa video obzor qilayotgan gilam purushlarni nimasidan solishtirsalaring bo'ladi. Endi sizlardan ugina, bizdan bugina. Shu video 4 kun ichida like'lar, podpiskalarni ko'ramiz. Nechta podpiska, nechta like bo'lsa, albatta ayirib tashlaymiz va ana shu narx bo'yicha obzor video qilamiz. O'zlaringizdan ham analitika qilib olishlaring mumkin. Endi sizlar faqat like ko'ra olasizlar. Bu degani 290 ta obuna, 290 ta like bo'ladigan bo'lsa, gilamimizning narxi video obzorda bo'lgan narxga tushadi. Ya'ni 1 kvadrat 50 ming so'mdan 900 ming so'mga mana shunaqa sifatli va arzon Samarqand gilamini xarid qilsalaring bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, addushi rahmat. Qo'llab-quvvatlayotganlarga ham alohida rahmat. Xudo xolasa gilam narxini tushib tashlaymiz. Sizlar o'zlaringizni qo'llayingda, faqat podpishka qilib turinglar. Bundan 2 oy oldingi aktiv bo'ladigan bo'lsa, bir kunda shunaqa rezultat bo'lgan bo'lardi. Sog' bo'lasizlar.